Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 17-darsninki muzokarasini qilamiz. Bizning bu bugungi darsda, ya'ni shu tunugungi darsninki grammatikasninki tafsiloti so'zlangan. Ya'ni biz tunugungi darsda aqlsiz narsalarning ko'pligiga oyonliq birlik bo'yicha muomala qilamiz degan. Bugungi darsdami yana shu mazmun so'zlandi. Faqat o'xshamaydigan tarafi qaysi deganda, tunugungi darsda aqlsiz narsalarning ko'pligiga, mayli u ayollik bo'lsin, mayli u erlik bo'lsin, aqlsiz narsalarning ko'pligiga faqat ayollik birlik bo'yicha muomala qilamiz degan qoidani o'rgangan va shuningga faqat ism ishorat bilan misol qilgan. Endi bu muomala qilish, ya'ni aqlsiz narsalarning ko'pligiga muomala qilish faqat ko'rsatish almashlarga xos emas. Mayli u aqlsiz narsalarning ko'pligi mubtada bo'lsin yoki sifatlangich bo'lsin, nim bo'lsin, buningga har qanday muomalada shu bo'yicha muomala qilamiz. Masalan, sizlar ko'rayotgandek, masalan bu aqlsiz bo'lmay aqlli bo'lib qolsa, at-tullabu jududun, o'quvchilar yangi degan bu so'z jumladagi at-tullabu degan bu ega aqlli ko'plik bo'ldi. Buningga cho'qim mas holatda xabar kelamiz. Ya'ni xabarmu ko'plik shaklida kelishi kerak. Jududun ko'plik erlik shaklida kelishi kerak. Chunki bu yerdagi ega ko'plik erlik bo'lgandan keyin. Ammo mubtada aqlsiz ko'plik bo'lib qolsa, masalan, al-abwabu maftuhatun deganga o'xshagan. Bu shunday bo'lib qolsa, bu yerdagi al-abwab eshiklar uchuq degan bu jumladagi al-abwab degan so'z jumlaning egasi bu aqlsiz ko'plik shaklidagi bir erlik shaklidagi bir ism. Bunun xabar qanday keladi deganda, yana qoida shu, ayollik birlikka muomala qilgandek muomala qilamiz. Xuddi bu yerdagi ega ayollik birlik deb turib xabar kelamiz. Ayollik birlik o'z qanday xabar keladi? Shuna bo'lmas holatda ayollik birlikniki xabar keladi. Shunga bizmi buningga maftuhatun deb ayollik birlik bo'yicha xabar keldik. Ko'p shaklda emas. Demak, qoida shuki, mayli biz ko'rsatmoqchi bo'layli, mayli sifatlamoqchi bo'layli, mayli xabar kelmoqchi bo'layli, biz muomala qilmoqchi bo'lgan so'z aqlsiz narsalarning ko'pligi bo'lsa, bunga biz ayollik birlik bo'yicha muomala qilamiz deymiz. Bu bir qoida. Endi biz buni tushungan bo'lsanglar, bugungi darsimizda buningdan boshqa alohida mazmun yo'q. Shunga bugungi darsda tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'rasanglar, agar boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lmasa, bugungi darsimizning muzokarasida darsimizning mazmuni ixcham bo'lg'achqa, bak alohida mazmun yo'q. Tafsirni ko'rgansa, tafsir munoyida az. Yani shunga savolinglar bo'lib qolsa, darsxonaga tashlasanglar yoki tashlasanglar bo'ladi. Bu tafsir qilish yerida bir qism o'quvchilar shu aqlsiz narsalarning ko'pligi desak, bu kilobga, ya'ni haulai deb ko'rsatgan o'quvchilar bo'lgan tafsirda. Haulai kilob degan ko'plik, ammo aqlsiz jalliq bo'lsa-mu, garchi aqlsiz o'g'achqa biz buningga hadihi deb ko'rsatamiz. Ko'plikni maqsad qilmoqchi bo'lsak, buni ko'rsatamiz, bir ayollik birlik bo'yicha muomala qilamiz. Başqa tushunmagan mazmunlar bo'lmasa, savoqdoshlar, bugungi darsimizda alohida mazmun yo'q. Shu tafsiriq ishlashga alohida ahamiyat bersanglar, chunki bu tafsiriq ishlamay mansanglar asosli bu darsning unumini ko'rolmaysizlar. Qizlarning nihoyat yaxshi ishlayotdi, ammo o'g'illarning ig'ir sal qarash. Asbek tuan o'g'il-o'g'illarniki tafsiriq ishlash aholi bek tuan. Unda bo'lsa, savoqdoshlarning boshqa savoliga o'xshaydi. Bugungi darsning mazmuni unda qiyin emas, ham jiq emas. Shunga biz bugungi darsimizning muzokarasini mush yergacha qilamiz. Inshaalloh ertalik darsimizning muzokarasida ko'rishaylik. Assalomu alaykum.